Ko'pchilik yaxshimisizlar? Bәсәй bo'lsa kundalik turmushimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan ko'ktatlarning biri. Bo'libmi qish faslida bәсәйni ko'p iste'mol qilganda immun kuchini yuqori ko'targili bo'ladi. Bugun biz birlikda bәсәйdan o'xshamagan usulda o'zgacha ta'mlik, yeyishlik bo'lgan sovuq say tayyorlashni o'rganaylik. Ketadigan materiallar: bәсәй, jinjingu, sabza, kichik ushliq laza, samsaq, tuxum, xurishlardan achchiq suv, tuz, shakar, shingchu, xavyu, jijing, kavavichin uni qatorliqlar. Ehtiyojimizga asosan tayyorlagan bәсәйni bo'shtib, cho'ngroq qachiga ajratib pokiza yuvib olamiz. Hamda ehtiyojimizga asosan bir necha tal tuxumni pokiza yuvib, suvga selib pishirib olamiz. Jinjingu va sabzini pokiza yuvib, sabzini inchik qalamchi qilib to'g'raymiz. Kichik ushliq laza, samsaq, bularni ushoq to'g'rab qachiga selib, ustiga ozroq qizigan may quyib, ta'mini chiqarib aralashtirib olgandan keyin ustiga shingchu, 2 qo'shiq oqachiq suv, oqachiq suvni yoqtirmasak qarachiq suv quysaqmi bo'ladi. Ammo oqachiq suvning mikrob o'ldirish roli nihoyat yaxshi. 1 qo'shiq oq shakar, muvofiq miqdordagi tuz, yarım qo'shiq jijing, ya'ni tetitbu, yarım qo'shiq kavavichin uni, 1 qo'shiq xavyu silib aralashtirib tam xuruchini tayyorlab olamiz. Qozonga ozroq suv quyib qaynatib, bir necha temim sumay quyib etib, bәсәй bilan jinjinguni qaynagan suvga silib, 2 minut atrofida qaynatib suzib olamiz. Sabzini mo qaynagan suvga silib, 1 minut turg'izib suzib olgandan keyin sovuq suvda chayqab, bәсәйni qalamchi qilib to'g'rab, jinjingu bilan birlashtirib siqib suyini chiqarib etib, sabzi bilan aralashtirib qachi ichiga selib, bo'shroq chanqab, taxsini qachi ustiga büyükab dum qilib taxsiga tushirib olamiz. Pishirib olgan tuxumni so'yib, pichoq bilan chiroyli shakl chiqarib kesib, taxsining cho'risiga tizib, tayyorlab olgan tamxurishni ustiga qo'yamiz. Shunda qilib ko'rkam mezlik, yeyishlik sovuq say tayyor bo'ladi. Bu sayni cho'nglar yaxshi ko'rib yeyishdan boshqa balalarmi tuxumlarni talishib yeyishidi. Qani, o'rganib oldingizmi? Undaqda sizmi